Sabri chidolmasdan, tong otishini kutolmasdan, chidolmasdan o'g'liga 3:30 da telefon qildi. O'g'li bosib "Alo" desa, "Bolam, yaxshi keldingmi? Bolam, safaring yaxshi o'tdimi? Eson-omon uyingga keldingmi? Kelinlarim, navaralarim yaxshimi? Sog'liging yaxshimi? Charchamadingmi?" desa, "Nobakor Xudo urgan farzand, shu kechada-ya, ona, shu yarim kechada-ya mani uyqumni buzib, mani bezovta qilib nima bu? Ya ertaga so'rasangiz ham bo'lardi-yu, safardan kelganimni bilardingiz, ertaga ishimni ko'pligini bilardingiz. Shu yarim kechada shartmidi mendan hol-ahvol so'rash deb birdan bir sassiq gaplarni gapirdi. Birorta dunyoda podshoh bormi? Birorta podshoh bormi? Onasini uyqudan uyg'otmagan. Qani ayting, birorta vazir bormi? Birorta bir karillagan millioner bormi? Birorta olim, birorta bir avliyo, biror bir payg'ambar bormi? Onasini uyqudan uyg'otmagan dunyoga kelishi kim bor?